Ma xotin ajab tushmadi ya. Ojo. Hey. Hadi hozir borman, hozir borman. Voy bilmaysiz, men xotin kishining ishidan chiqdiqi. Bak gerim qilib bo'lmay 4 soat olmay saqlab turg'ini deyman. Mashinang kon dedingmi? Ma mashinamning markasi Yanto Honda. Haydab qo'yma 210 da. Yandab qo'yma o'ngda gay solda. Musobaqa shunday o'z kelsan bo'ladi. Tang soat 10 da. Hozir borman. O'ldirdi vagan. Xotirjam bir kiyimim kegil qo'ymay. Hozir saqlab ketdi, telefon qilaveradi, qanday qilaman? Voy saqlaganga ishtim bo'lmaydi. 5 minut deganki 5 minut bor emas. 2 soat oldu men sizni saqlab turganim yerda. Bulabdan saqlasang meni saqilding. Talatik tulkijillaringni bek saqlaysa, soat-soatlab. Chiqay mashinaga. Bek zirikdimi men qutat umidini. Men erishdim burun ishkamning oldida saqlab turib shunda ziriktirib etgandan 10 yilning oldida. Ya men qutat umidi bizim bo'lmadi. Ya sen bir yangi mashinani bizni olmading, Bobi qilib versang bo'lgan bo'lib ketdi mana. Pul barma pul. Yangi mashina oldigan pul. Sen tapmay nima ish qilasan? Hammadan pulni tepib yurib, men topilgan pul qolmabdi hozir. Mana tirishsan ma, konsini tashlamsang shu yangisini topolmaysan shunda. Chiqa. Mana. Onu modaymiz, bunu modaymiz. Lekin shu mashina chiqsam, nervam 180 dilam o'ylaydi. Lekin yana bir tarafdan xotirjam bo'laman qayla. Nimadan? Endi mashinasi aqsa, o'miz qiz bola chiqmaydi mashinaga masalan. O boshqa bola chiqmagan ekan, sen xotin bo'lganki sen bo'lsang chiqib qo'yarsan bu mashinaga. Shu, menlam chiqay bo'libdi. Ey degini. Ma'amda. O'tamida. Keyin ishlama. Mana emasmi shu avaling mashinangdan? Ishsanglam o'taladi bu. Yaxshi mashina bu. Ishbamsa? Ey, mangmide bu. Tushamayapman. Nima yeganda ishsang mangmidi bu. Dedim. Jismani xotini ag'ang to'y. Tushamayinqa. Men eski meni ko'zimdan yo'qot. Hozirning o'zini yo'qotmani. Men mashina ish dedim, sen menga o'tda demidim. Ey, ishsan mangmisa bu? Men mashinadir yo'qdi, men eshak minib juramdim mashada. Xeyla eng yaxshi ko'zimdan yo'qda, men o'ngishtil desek, eski o'ngishchi esin ketadi deb, 4 kunda 6 vaqt berib o'ngishtyapmiz meni. Eng yaxshisi men bir taraf qilib o'ta. İlamo Ramashilla ağırınlap oldum emmisini. Ne bo'latimaz? Yaxshi mashinadan. Ne bo'l bu to'q qondaq chiqib olganda o'tag'iz qo'ysa xotiningni. Shu mashina o'tolmay qaydan. Mashina o'tolmay, olmay tursanman dem eski yilkin deyman. Necha bo'lsa deydi atqina. Men manda vaqtimda deydi atqina bu mashinani. Pul bormi pul? Voy terish tepanglar bilan terishib o'tadi, sildan qolding terishmagan. E'lon desa xotinning chiroyli qilib olamas. Tushunami? Mashina kelganda cho'paylik qilamas. Mush xotinga loyiq bu mashina. Alanga manda qildi. Ha. Men mashina so'rt ekitib bopi qilib o'tanglar bo'ldi. Mening og'aynim bek ishonchli qasam qilib beraman rasga. Telefon nomer deb bera. So yo'q. 166 90 00 73 73. Mo'shimlarni aloqasidan qala juqur bahoda setib oladi. Namingdan butunlay o'chirib birda. Niya kelib mashinangni ekitida qimmat bahoda setib oladi. Mo'sh Qashqar shahar O'shkinaydan telefon qilsang, ishkoning oldiga berib mashina yondirib keldi. Ha, ma'qul esmak. Rahmat ha. Ha, ma'qul. Hey! Ama bopi qilgan mashina otda iliqi so'raydigan dallal mashinani kelolmaydi. Men sizga bopi qilgan mashinani biz deb berdim. Aviskopni undarga yetvasizmi? Bo'ldi. Undar etdi. Yana fuchurlarni ta'minlab turamiz sizlarni. Bo'ldi. Ma'qul. Siz qo'yverdi ya. Adallallik qilgandan keyin birdan shu. Telefon nomerini deb bergach, bergan pul kenan. Ha. Xo'sh o'g'alsan, mashina ketdayna, xo'sh o'g'alsan. Onunga xo'sh oldum. Asli mashina emas, bopi qilgan narsa sen asli.